İkinci kısım. Nima degan jiq muhabbat? Nima degan jiq mashq o? Uning mangusining umri nima degan qisqa? Manga bergan mangulik muhabbatining umrimi aran yarim yil bo'lgan edi. Shoir degan shundaq yangilikqa intilib, hissiyotini yanglab turishga ehtiyojli insonmidi? Qiz cho'kanlarni almashtirib, tuyg'ularni yanglab turmasa, she'riy ilhomlarga yo'l ochilmamdiganda-ya. Yelimi yaxshi turmush qurib qolmabdiq. Bo'lmasa, uning bu xil o'zgarib turadigan ma'naviy talab ehtiyojlarini qamdab bo'lolmay, menga qilgan takror osiyliklarga chidab, kimlargadir atab yozgan she'rlari uchun qon jutib jurar ekanman. Kitobni ko'rsa beshi og'riydigan ayoli uning she'rlarini zodala o'qimasi kerak. Bo'lmasa, undaq o'ziga ochiqdan ochiq haqorat va azob ib keladigan she'rlarni yozgani uchun uni dod tegizib bo'lg'iydi. Uning undadar bosh suratini qaytadan cho'ngaytib qarab ketdi. Do'q peshona, jungdak qop-qora, tartibsiz o'sgan keng qosh, yo'g'on burun, yerim piyola suv quysa patqadak cho'nqur o'ri ko'z. Jillarning o'tishi bilan teximi cho'nqurlashgan javg'ay siziqlari, yo'g'on og'zi, ushluq eniki. Ayni vaqtda qandaqmi yortib qolgan bo'g'iydim uni. Yigit tanlash o'lchimimda bo'g'isi loyiqimning chiroyi jihatda ortiq talabimmi bo'lmasimi? Bu yigitni tunji ko'rishdala yoqtirmagan. Sababi uning usti-beshi ratlik, pokiza, yarashtirib kiyindigan, qarashdala ko'p kitob o'qiganligi, xiyolchan turqidan, o'tkir qarashlaridan bilinib turadigan yigit bo'lsimi? Ammo chiroyi bakli ko'rimsiz bo'lg'ach, tunji ko'rishdan keyin qayta izlamaslikni ko'nglimga pukib bo'lgan edi. Ammo u meni qo'g'lishda zodila bo'shanlik qilmadi. Ish mening shoirlarga bo'lgan havas qiziqishlarimdan boshlangan edi. Jurnallardan she'rlarni to'la o'qib, ba'zilarini yodlab olib yurganman. Nahiyamizda chiqadigan bir jurnaldan uning mushu nahiyaning ma'lum yezisidan ekanligini bilib, bakla hayron qolgan edim. Fursat tepib, uning bilan ko'rishishni, yozganlarimni ko'zitib, uningdan fikr elishni o'ylab yurgan kunlarning birida bir ish bilan u turayotgan yeziga berib qoldim. Minib borgan velosipedimni qo'ydigan yer topolmay, u yoq bu yoqqa qarab joy izlab tamtirab ketayotganimda, u do'konining oldiga chiqib qoldi. Menga andisanda qarab qo'yishlardan tamtirab, tutlashib ketishga oralla turatdim. Uning do'konining oldidan o'tib bo'lib, "Biroz qara" degandek orqamga qarasam, u yanada boyiga joyda menga qarab turibdi. Sal jur'atga kelib, orqamga yondimda ostag'ini so'radim. "Bu atrofda velosiped qo'yg'udek joy bormidi? Velosipedning qulpi yo'qdi. Shuni birasiga qartib qo'ymasam, yo'qib ketamdikin deyman." Albatta bor. Mening do'konimning oldiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Men qarab qo'yay. Rahmat. Men bak xayol qilmayli kelaman. U qo'limdan velosipedni elib, do'konning temiga yo'lab to'xtatib qo'ydi. Cho'nqur bir suyunish ichida yo'limga ravon bo'ldim. Ishimni tugatib kelganimda, u do'konning ichida bo'lib, men qo'rnibroq ichiga kirdim. Do'konda bir necha xaridor bor ekan. Shulardan ayminib gap qilolmayla kaynimga yondim. Umu meni ko'ribla orqamdan chiqdi. "Ishim tugadi. Rahmat sizga. Avora qildim." Voy yo'q-ey. Bu qanchalik ish edi? Velosipedni men ko'tarib boqmasam ya. Illiqqina kulimsiradi u. Uning samimiylik yig'ib turgan chiroyiga qarab, ko'nglim pallada yo'rib qoldi. Velosipedni tortib mengishga tamshilib bo'lib, yilqi shoir esimga kashdi. "To'xta, mushiningdan bir so'rab boqaymi?" U cho'qim tonaydi. Turayotgan o'rnini aniq deb bersa, keyin izlab kelsam, osonlik topmamdim.
Shu xayol bilan sharttada kaynimga burildim. Eliqi. Nima? U bo'sog'iga ip bo'lgan putini tortib burilib, yenimga keldi. Nim dedingiz? Men birsini so'ray degandim. Kimni? Eliqi Qudrat Qiyum degan shoirni. Men uni mushu yezidim deb anglagandim. Menmo bir narsa yozishga qiziqatdim. Uning bilan ko'rishib, yozganlarimga fikr olay degan. Mundaqmidi? Tuyuqsiz qaqaqlab kulib ketdi u. Andin bu tuyuqsiz kulgidan tantirab tengirqab qolgan menga qarab, darhol kulgisini yig'ishtirib dedi. O shoirni izlab yurgan bo'lsangiz, naq tepibsiz mana. Men shu. Siz izlayotgan Qudrat Qiyum dal men bo'laman. Shundaqmi? Qattiq hayron bo'lib, ko'zlarim jamdek ochildi. Ishonmay turib qoldim. Uning yozgan she'rlarining sifati va soniga qarab, uni kam deganda 50 yoshlarda bor deb faraz qilgan edim. Ammo oldimdagi texi yoshli yigit. Ishonmamsiz? Dedi u texicha hangliqib turganligimga qarab. Yo'q. Men texi sizni o'tir yoshlarda bor deb faraz qilib edim. O'ylamaganda yoshlar she'r yozamam degan. Kuldi u. Yo'q, yozdi. Men shundaqroq o'ylabdiman. Kulishdik. Uning tamoq yeyli degan taklifini chiroyli rad qilib, keyin keladiganligimni aytib qo'yib qaytdi. Lekin uning bilan qayta ko'rishkim kelmadi. Nemishqadir uni yoqtirmagan edim. Balkim chiroyi ko'rimsiz bo'lganligi uchundir. Va balkim yilqi shoirning qalbimdagi obrazi bilan reallikdagi haqiqiy odam bir-biriga tubdan o'xshamaydiganligi uchundir. Qandaqligi sabab bo'lsin, uning bilan ko'rishish qizg'inligim biroqli yo'qolgan. G'oyibiy intilishlarim to'zg'aqdek to'zib ketgan edi. Agar uning bilan kitobxonada qayta uchrashib qolmagan bo'lsam, agar uning unimag'iniga unimay sovg'a qilgan kitoblarini qabul qilmagan bo'lsam, agar uningga mahallamning adresini deb bermagan bo'lsam, balkim keyingi bir talay azobliq jarayonlarni boshdan kechirmagan bo'ladi. U meni tunji ko'rishdala yoqtirib qolgan bo'lsa kerak. Meni zodala qo'yib etmadi. O'zimay yezib turgan maktublari, lirik she'rlari, shoirona muhabbat izhorlari, oyimay sovg'a qilgan kitoblari, ig'ir besiq, tamkin mijozi qalbimda asta davolg'ush paydo qilishga boshladi. Bara bu davolg'ushlar yoqtirishga, yaxshi ko'rishlar suyishga qarab taraqqiy qildi. Uningsiz kelgusimni tasavvur qilolmaydim. Go'zal g'oyalarim, shirin tushlarim, arzu-armonlarimning uningga bog'lanmaydigani yo'q edi. Uningsiz hayot menga ma'nisiz bilinadi. Ashundaq kunlarda men kanatda ayol kadr yordamchisi bo'lib ishlab qoldim. Shu chog'dagi ayollar mudiri sal yoshda cho'ng bo'lg'ashqa, kanat shujisi meni ishlab boqamsiz deb tavsiya qildi. Xalq uchun xizmat qilishni baxt deb biladigan men uchun bu bir yaxshi fursat bo'ldi. Shuning bilan shu qizg'inlikning to'pkisida 2 oydan ortiq kanat ishxonasidan ayrilmay xizmatga mashg'ul bo'lib ketib, nahiya bozoriga kiramadim. Uning yezdig'i berish texmi mumkin bo'lmadi. Umu nemishqidir kammayli qo'ydi. O chaqlarda hozirgidek telefonlarmi yo'q. Muqim telefonlarmi amdala umumlashgan mazgil bo'lib, uning uyida yoki do'konida shu muqim telefon yo'q bo'lgach, uning bilan zodala aloqalashaolmadim. Qo'lim ishda bo'lsa-mu, butun asyodim shuning tili edi. Qo'limdagi ishni bitiribli bo'lsam, uning yeniga uchibli boraman deydi. Yig'lig'imli keladi. Uni ko'rsam, meni 2 oydan ortiq izlamagani uchun maydlarga mushlab, yig'lab,
toza achchig'imni chiqarib olaman deb o'ylaydim. Ishlar bir qur iziga tushib, qo'lim sal bekor bo'lganda, uningga bo'lgan qiydashlarimni, ranjishlarimni, g'ururimni qayirib qo'yib, uni izlab berish xiyolida yurganimda, boshqalardan uning men shu ishlar bilan aldirash yurgan kunlarda oshqozon kesili bilan og'rib, bir oy bolnisda yetib qolganligini, uni doktorxonada qo'shni do'konda oshxona ochadigan bir qizning tomoq ko'tarib boqqanligini, hozir u ikkisining bakmi yaqin bo'lib ketganligini angladim. Demak, qish qilipidan chiqqan edi. Endi uni izlab berishimni, muhabbatimizni saqlab qolish uchun urinishimning hojati yo'qligini his qildim. Tushimga ayon bo'lgan, gumon qilgan edim shu chaqda. Ammo yanala uning va'dalariga ishongach, u unda qilmaydi. Shoir degan muhabbat kuychisi. Shoirlar hargiz muhabbatga xiyonat qilmaydi deb o'zimni bazlab yuravergan edim. Ashu gaplarni anglagandan keyinmi toza ishonmay, haq degan bizni ko'ranmay, oraga so'g'uqchilik selish uchun gap topgan bo'lishi mumkin deb o'zimni aldab yurgan edim. U kelmagandan keyin chidab bo'lolmay, kanatdan bir kunlik ruxsat so'rab, opamga nahiyaga yig'inga kiraman deb yolg'on aytib, uni izlab borgan edim. Borgandan keyin erishganim uning ilmon suvdek salqin muomalasi bo'ldi. Tamoqqa taklif qilish, arduq so'rashmi yo'q. Hatto do'konidagi bir 2 yosh yigitga meni palani yezidan, ismi Guljamol, adabiyot havaskori deb tanishtirgandim-u, hayron bo'lib qarabli qolgan edi. Biz to'yga bitishgan. Bu to'ydan ikkili oilaning xabari bor. Ular hatto to'yda so'yiladigan qalinimi elib tayyorlab bo'lgan. Bizning uyga elchi avatadiganға ozli qolgan edi. Lekin opam, hozir ularning oldiga chiqolmayman, to'yni kuzlikka qilayli, shu chaqda biroqli kelsin deb ularning oldini to'sib qo'ygan. U bo'lsa, sizni mangu saqlayman. Ammo opam yurak kesili bilan o'rin tutib yetib qoldi. Uning hozirgi birdan-bir orzusi mening to'yimni ko'rish deganda, men bu kelgusidagi qiynapamning o'sha odaqiy orzusini darhol o'rinlayolmaganim uchun namratligimdan o'kinib yig'lagan. U bo'lsa, meni bag'riga besib, yoshlarimni surtib, peshonamga suyib turib, meni mangu saqlaydiganligi haqida va'dalarni bergan edi. Mana bugungi kunga kelganda, o'sha va'dani berganga 3 oy bo'lmayla meni og'aynilari oldida e'tirof qilolmay, notanish birsini tanishtirgandek to'limi tanqislik bilan, beoromlik bilan tanishtirgani nemisi? Ajiba, u rostilla o'zgarganmidi? Rostilla ashu qo'shni oshxonadagi qiz bilan to'y qilamu? Men qanday qilaman? Aram deganda yomon mutasta uni suyib qolgan emasmidi? Navoda ikkimiz bir-birimizga xiyonat qilsak, bu dunyoda haqiqiy sevgi, muhabbat degan narsa qolmaydi demaganmidi? Xiyolim emas, tushlarimdami uning bilan bo'ladigan kelgusi go'zal hayotimizni tasavvur qilatdim-ku. Uning uchun hammadan, hatto hayotimdanmi ketishga rozi bo'lib ketgan emasmidi? Ajiba, o'zini men kabi sevgan bir pok, sodda, notavon qizni 3-4 oymi kutamaganmidi? Bizning muhabbatimiz shunchaki shamolg'imi bardoshlik berolmaydigan, qamg'oqdek ojiz, suv ustidagi ko'pikdek yengil bo'g'iymatdi. Azob ichida qon yosh to'kib, uning do'konidan qaytdi. Cho'nqur bir azob meni iskanjiga olgan. Hijron yoshlari ko'z oldimga qilin bir qavat parda hosil qilgan edi. Uning undaq vafosizlik qilishiga ishonmaydi. Balkim kayfiyati toza yaxshi emas. Shundaq chaqda berib qolgan bo'lishi mumkin. Balkim u og'rib qolganda yo'qlab kelolmaganim uchun meningdan ranjib, shunga menga so'g'uq muomala qilgan bo'lishi mumkin. Azroq vaqt o'tsa, o'zining mensiz yashamaydiganini his qilganda izlab bora deb o'ylab, yana o'zimga hoybadim.
Ammo kunlar o'tayverdi. O hafta 10 kungacha yana kelmadi. Tasvirligisiz ochiq azoblar ichida uningga atab 4-5 kuplet she'r yozdim. She'rni uningga ko'rsatish uchun ko'chirib tayyorlab qo'ydim. 2-3 haftadak bo'lganda qo'shnimning bolalarining chaqirishi bilan uning yeniga chiqsam, tilini chaynab, rangini ming yangsa o'zgartib turadi. Gaplariga toza sansilib tinchsam, menga bergan kitoblari bilan menga atab yozgan 40 parcha she'ri yozilgan xotirini qaytarib berishimni so'rab kelganligi ayon bo'ldi. Ashu she'rlarni matbuotga avatmoqchi edim. Mendagi qo'lyozmalar yo'qolib ketibdi. Kitob mening emas edi. Egisi so'ylab chiqibdi. Degan bo'lsa-mu, qalbini allaqachon qaytirib ketgan uning menga sovg'a qilgan kitoblari bilan sizga beg'ishlangan yurak tevishlarim deb turib, titrab turgan qo'llari bilan olqinimga tutqizgan. Shu orqali qalb qo'rg'onimga to'ydirmasdan hujum qilib bo'sib kirishiga sababchi bo'lgan yiliqi she'rlarni yenimda qoldirg'usi kelmay ep ketmoqchi bo'lganligini, yuragimning og'riqini teg'imi qattiq og'ritib o'tdi. Men darhol qo'limga chiqqan 2-3 parcha kitob bilan u menga ilgari keyin yozgan she'rlarni, shundaqla men uningga atab yozgan she'rni qo'shib ep chiqib berdim.